Assalomu alaykum aziz ko'kalar, YouTube kuzatuvchi jigarlar. Nasib qilsa biz Eshbek Sattordan 3-4 turgan samsaxona, chayxona, osh, tandur, hamma narsa bo'layotgan narsa chayxonamizni ochdik. Inshaalloh kelaverasizlar, xudo xolasa sizlarga chiroyli ovqatlarni qilib yuraklaringizdan joy olamiz degan niyatdamiz inshaalloh. Çayxonaning nomi nima deb so'rab qo'ygan aka-uka jigarlarimizga Zafar akajon degan çayxonasi bo'ladi. Nasib qilsa kelingizlar, sizlarni kutamiz. Ertandan boshlab hamma ovqatlar bo'ladi. Bu tomondan Jilikul Kag'izda va Qo'rg'ondan keladigan tomon, bu tomoni Sharqdan keladigan tomon. Shuni qarasizlar, Sharq tomonidan kelsalaringiz o'ng tomonda, Qavalyon texnikchilikda esa chap tomonda. Çayxonamiz shu yerda bo'ladi. Nasib har kuni bundan beri ishlab boradi. Hayvonda nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ikkinchi patok aka-ukalar ham keldi. Mashina bu yerda shanbalikda o'tiradigan joylar. Nasibsa odam juda ko'p. Assalomu alaykum aziz ko'kalar. Bugun nasibsa biz Eshbek Sattordan bitta chayxona ochdik. Chiroyli. Xudo xolasa kelaverasizlar. Chayxonada har kuni yak-bayak osh bo'ladi. Nasibsa inshaalloh bu qayerda desalaringiz, hey do'sti Eshbek Sattor, Qavadan Sharqtuz ketadigan taksilarning oldida. Chiroyli qilib oshxonamizda odamlar ko'p. Har kuni ishlaydi. Kelaveringizlar. Mana bobolar osh turyapti. Mana oshni urra toshib xizmatda urayapti. Kelingizlar.